Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündəlik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugun 4 ayının 26 kuni dushanba. Muborak Ramazon oyining 14 kuni. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətingizlər bugungi xəvərlər proqramımızın təfsilatida bo'lsin. Angliya parlamenti 22 aprel kuni birdek ovoz bilan Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qabul qilgandan keyin mazkur qaror loyihasini hozirlab sungan Angliya parlamentining hokimiyat beshidagi konservativ partiyasiga mansub parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim birdilla dunyo matbuotlarining diqqat nuqtasiga aylandi. Bo'libmi uning 22 aprel parlamentga ovoz berish yig'inida Uyg'urlarning atlas sharpisini mo'risiga ortib sahnaga chiqishi va ovoz berish yig'inidan keyin beshiga Uyg'urlarning do'ppisini kiyib, mo'risiga atlas sharpini otgan holda parlamentdan chiqib parlament oldiga to'plangan Uyg'urlar sepidan o'rin olgan ko'rinishlari butun g'arb matbuotlarida degudek alohida o'rin oldi. Angliya parlamentining bu go'zal va jasur a'zosi Nusrat G'ani xonim chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning qalbida taxt qurdi. Bir qancha kundan beri turli tor sahifalari va ijtimoiy taratqular chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning Nusrat G'ani xonimiga bo'lgan cho'nqur madhiya, sevgi va minnatdorlik bayonlari bilan to'lib toshdi. 1972 Pokistonning kontrolligidagi Ozod Kashmir rayonida dunyoga kelgan Nusrat G'ani xonimning to'liq ismi Nusrat Munir ul G'ani bo'lib, u Angliya tarixining tunji musulmon ministri. Nusrat G'ani xonim 2018-yili Angliya hukumatining qatnash ministri bo'lib vazifa o'tagan va uda 3 qitim Angliya parlamentining a'zosi bo'lib saylangan. Başlangıç ve o'rta maktabni vatani Kashmirda tamomlagan Nusrat G'ani xonim orqadan Angliyaning Birmingham City va Leeds universitetlarida o'qigan. Oliy maktabni bitirgandan keyin Angliyada o'ltiraqlashib qolgan va Angliyadagi insoniy yordam organlarida uzun yil xizmat qilgan. Nusrat G'ani xonimning ona vatani Ozod Kashmir Sharqi Turkistonga qo'shni bo'lib, 4 milliondan ortiq nopsga ega bu rayonning xalqlari tamoman musulmonlardan tashkil topgan. Tarixiy manbalarda Ozod Kashmirda tarixdan buyon Uyg'urlarning yashab kelayotganligi qayd qilingan bo'lib, ammo navbatda bu rayonda yashayotgan Uyg'urlarning nopsi haqida aniq ma'lumot yo'q. Parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelganligi va Angliya parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'p qitim oshkora holda tanqid qilganligi sababli bu yil 22 mart Xitoy hokimiyatining embargo qo'yishiga uchragan. Ammo Xitoyning tahdidlariga bo'yin egmagan Nusrat G'ani xonim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining hozirlanishi va uning parlamentda ma'qullanishi uchun zo'r kuch sarf qilgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi Nusrat G'ani xonim haqida to'xtalib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi oldida mutlaq ko'p sondagi musulmon davlatlari rahbarlari sukut qilib turayotgan bugungi bir vaziyatda Angliyadagi bir musulmon rahbar Nusrat G'ani xonimning Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmlarga qarshi mardonalik va jasurlik bilan ko'krak kerib o'tirg'i chiqishining butun islom dunyosi uchun shonliq bir ulgu bo'lib qolganligini. Sharqi Turkiston xalqining qadrlik Nusrat G'ani xonimni har zaman cheksiz sevgi, cho'nqur hurmat va minnatdorlik tuyg'usi ichida yod etadiganligini ifoda qildi. Nusrat G'ani xonim bilan yaqin do'stlik munosabatida bo'lib kelgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining vaziyati intayin yomonlashgan 2019-yildan buyon o'zining Qurultiyi nomidan Nusrat G'ani xonim bilan ko'p qitim uchrashuv ilib berib, uningga Uyg'urlarning vaziyati haqida izchil turda ma'lumot berib kelganligini. Shundan buyon Nusrat G'ani xonimning o'zini Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga, Uyg'urlarga yurgizgan majburiy emgak tuzimiga va Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatga otganligini va Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarga qarshi kurashda Angliya parlament a'zolariga boshlamchi bo'lib kelayotganligini ta'kidlab o'tdi. Rahima Mahmud xonim yana Nusrat G'ani xonimning 22 aprel parlamentda so'z qilganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasi Angliya parlamenti ovozga qo'yiladigan 22 aprel kuni Nusrat G'ani xonim, sizmi bu tarixiy hodisaga bevosita shohid bo'lib qiling deb meni parlamentdagi yig'inga qatnashtirdi. Men o kuni cheksiz hayajonlik tuyg'usi ichida uyimda bor bo'lgan atlas sharpa va butun do'ppalarimni ilib yig'inga qatnashdim. Nusrat xonimga atlas sharpi bilan do'ppini taqdim qildim. Ya'ni yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qaror loyihasini qo'llab so'z qilgan boshqa parlament a'zolariga do'ppi taqdim qildim. Qaror loyihasi rasmiy ma'qullangandan keyin ular men taqdim qilgan do'ppilarni kiyib, parlament oldiga chiqib Uyg'ur namoyishchilar bilan ko'rishdi. Bu mening hayotimdagi eng sharafli va eng unutilg'usiz kunlarning biri edi. Amerika hukumatidan keyin Amerika parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishga hozirlanmoqda.
Bu yıl 1 ayının 19 günü Amerika Tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagan edi. Agar mazkur qaror Amerika parlamenti tarafidan ma'qullangan taqdirda Amerika Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ham hukumat ham parlament tarafidan qabul qilingan birdan-bir davlat bo'lib qoladi. Chunki Kanada, Gollandiya va Angliya tarafidan elingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qarorlari faqatla bu davlatlarning parlamentlari tarafidan qabul qilingan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, Amerika Avom palatasi tashqi ishlar komitetining raisi Demokrat partiyasidan bo'lgan Mek apandi bilan mazkur komitetning oliy darajalik a'zosi Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan Michel Thomas apandi tarafidan birlikda sunilgan Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqidagi qaror loyihasi 21 aprel Amerika Avom palatasi tashqi ishlar komitetining ma'qulligidan o'tgan bo'lib, yaqinda bu qaror loyihasi Amerika parlamentida umumiy ovozga qo'yiladi. Umar Qanat apandimning bildirishicha, mazkur qaror loyihasining Amerika parlamentida ma'qullikdan o'tish ehtimoli intayin yuqori bo'lib, qisqagina bir qancha kun ichida bu qaror loyihasiga 40 nafarga yaqin parlament a'zosi qo'llab imzo qo'ygan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qarorining ham hukumat ham parlament tarafidan qabul qilinishining ahamiyati haqida to'xtalgan Umar Qanat apandim, buning Uyg'urlarga qarata jinoyat sodir qilayotgan Xitoy amaldorlarini va jinoyatlarga sherik bo'layotgan Xitoy shirkatlarini jazolash uchun texmo qulay va foydali bir siyosiy muhitning yaratiladiganligini ifoda qildi. Dunya matbuotlarida Angliya parlamenti tarafidan 22 aprel kuni birdek ovoz bilan qabul qilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi talash-tortish va inkoslar jiddiy davom qilmoqda. 23 aprel kuni Xitoyning Angliyadagi bosh elchixonasi bu munosabat bilan maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Angliya parlamentining qaroriga qattiq norozilik bildirdi va yana koni sapsatlarni qayta bozorga silib, qandoqdir Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilyotdi degan bu gap zo'r bir tarixiy yolg'ondan iborat. Angliya parlamentining bu qarori xalqaro qonun prinsiplariga og'ir darajada xilof harakat bo'lib, davlatimizning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik deb chalvoqadi. Siyosiy kuzatuvchilar Angliya parlamenti tarafidan birlik ovozda e'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qarorining Angliya nufuzi kuchli bo'lgan Avstraliya, Yangi Zelandiya va boshqa Tinch okean davlatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi deb qaramoqda. Bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim Angliya parlamenti tarafidan qabul qilingan mazkur qarorning ahamiyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Amerika, Kanada va Hollandadan keyin Angliya Avom palatasi Xitoyningki Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Bu tunish bilan birlikda G'arb dunyosida bo'libmi Angliyaga burun bog'langan inglizcha gap qotgan davlatlarda jiq ta'sir bo'ladi va u davlatlarning Xitoyga qarshi ya qaror olsin ya olmasin Xitoyga qarshi qattiq bir siyosatni ilib berishga bir jasorat bergan bo'ladi. Bo'libmi Angliyadagi bir davlat bugungi dunyoninki finans masalasida oldida turgan va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xavfsizlik Daimi Komitesi'nin 5 a'zosining biri bo'lishi bilan buningki xalqarada bo'libmi G'arb dunyosida demokratiya davlatlarda cho'ng bir ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Faqat qolgan davlatlarda bo'lgandek bu yolg'izla bir majlisningki qarori. Buni ijro qilish uchun uningki ba'zi rasmiyatlar boshqacha bo'ladi. Misolga Angliyada bo'lsa meclis hükümetke bism işiltiyotidi. Shu masalada Xitoyga qarshi ching turish, ya'ni pozitsiyani ching turish deb va buni ijro qilishga zo'rlayotidi. Ammo hukumat bu masalada bir qonun jihatda yoki mahkama jihatdan bir qaror chiqqan taqdirda buni ijro qilish ancaq bo'la oladi deyotidi. Shuningga Londradagi Uyg'ur sudi bu yerda cho'ng rol o'ynaydi deb o'ylayman. Buningla birlikda Uyg'urlar bilan munosabatli qanday bir ahvol yaratdi degan vaqtida Uyg'urlarningki va Sharq Turkistonliklarning bugungacha chet elda ilib borgan davosining haqli bo'lganligini yana bir qatim isbot qilgan bo'ldi. Chunki nurg'un davlatlar va Xitoyning tashviqoti bilan Uyg'urlarning qilayotgan ishlariningki yomon ishlar bo'lganligini, terrorga bog'langanligini, bo'lgunchi bo'lganligini deb turib buni qaralab kelyotdi.
Hazır bu qararnamalar bilan bu da'voninki qanday haqliq bo'lganligini ko'rsatdi. Yana birisi bu Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan bu zulm siyosatining bir irqiy qirg'inchilik bo'lganligini yana bir qatam to'nigan bo'ldi. Buningki isbot dalillar bilan birlikda yana bir qatam to'nigan bo'ldi. Yana bir jihatdan desak, misolga zulmga, bugungi insonliklarda zulmga qarshi o'zininki vijdoniy va aqliy borcini o'tayotganligini bu yerda ko'ryapmiz. Bo'libmi bugun dunyoda mayli davlatlar bo'lsin, hukumat yoki bu parlament bo'lsin va majlis bo'lsin, yoki inson haqlari qurilishlar bo'lsin, yoki ba'zi diniy jamoatlar bo'lsin, bular Sharq Turkiston masalasiga bunda hissashilik bildirishninki sabablari ko'p. Ba'zilari siyosiy jihatdan o'ylaydi, ba'zilari vijdoniy jihatdan o'ylaydi, ba'zilari inson haqlari degandek g'arbninki qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun buni o'ylaydi. Ya'ni yig'ib kelgan joyda 21-asrda insonlikqa qarshi bir jinoyat ishlashni bular xohlamayotdi. Shuningga Xitoyga qarshi chiqyotdi. Bu bo'lsa bizningki shu tatvatgan zulmlarning xalqaro tarafdan to'nib va bizni qo'llaganligining bir ifodasi debmi ko'rsak bo'ldi. Aqsarayning yuqori darajalik bir amaldorining 23 aprel kuni Amerika matbuotlariga bildirishicha, Amerika G7 deb atalgan sanoatlashgan 7 davlat guruhisidagi ittifoqdoshlarini Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak siyosatiga qarshi besim ishlatishga chaqirdi ekan. Amerika prezidenti Joe Bidenning muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Dalip Singining aytishicha, Prezident Joe Biden bularni bu yil iyun Angliyada ichiladigan sanoatlashgan 7 davlat guruhi oliy darajaliklar uchrashuvida o'tirg'i qo'ydi ekan. Dalip Singining bildirishicha, mazkur yig'inda sog'lomlik bexatarligi, koronavirusiga mos qadamlik iqtisodiy inqos qaytarish, klimat o'zgarishiga qarshi konkret harakat elib berish va G7 davlatlaridagi o'rtaq demokratik qimmat qarashini ilgari surish qatorliq masalalar muzokara qilinadi ekan. Sanoatlashgan 7 davlat guruhi Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiyani o'z ichiga oladi ekan. Sengining aytishicha, Amerika doiralari Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Xitoyga qarshi kuchlik harakat qo'llangan bo'lsa-mu, ammo G7 guruhisidagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, buningga munosabatlik harakatlarini texmo kuchaytirishga tirishadi ekan. U biz mavqeyimizni aniq o'ttirg'i qo'ydik. Iste'molchilarimizning import qilgan tovarlarning majburiy emgak bilan yasalganligini bilish haqqi bor. Bizning qimmat qarashimiz savdo munosabatimizga singdirilishi kerak degan. U yana Amerikaning G7 ellardagi o'rtaq qimmat qarashlarni ilgari surish uchun konkret qadam ilishni kutadiganligini, chunki bularni Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarga tatbiqlashga bo'ladiganligini aytgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Germaniyadagi yerlik oliy maktab o'quvchilari tomonidan qurib chiqilgan Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dash birlashmasi tomonidan 24-aprel kuni birlikda chaqirilgan Kunzi institutlari Xitoyning Germaniyaga so'zilgan qora qo'li degan temada o'tkazilgan to'r muhokama yig'inida Uyg'urlarning Xitoy tomonidan irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlik masalasi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Germaniya parlamentining bir qism a'zolari, Germaniya Ingolstadt shaharlik hukumatning mas'ullari va Germaniyadagi ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashgan bu qitimqi yig'inda so'z qilgan Germaniya federal parlamentining a'zolaridan Margarete Boyse, Martin Patzlet, Markus Render qatorliq muhim siyosiy arboblar Germaniyaning har qaysi joylaridagi ta'sis qilingan Kunzi institutlarining mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Germaniyaga so'zilgan qora qo'li ekanligini, ularning Germaniyada Yevropa birligining asosli qimmat qarashlariga tamoman xilof holda kommunistik ong va ideologiyani va Xi Jinping boshchiligidagi Xitoyning davlatchilik ideyasini tashviq va targ'ib qilayotganligini ifoda qilish bilan birga, bu Kunzi institutlarining darhol taqilishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan yuqorqi parlament a'zolari so'zlarida yana Uyg'urlar navbatda duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik oldida Germaniya hukumatining darhol sukutini buzib, Xitoyga qarshi jiddiy tadbir qo'llanishi lozimligini bayon qilishdi. Bu yil 17 may kuni Germaniya federal parlamentining kishilik huquq va insonparvarlik komitetida tunji qitim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi muzokaraga qo'yildi. Undan boshqa yana Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan yaqin hamkorlik munosabatida bo'lib kelayotgan Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti mushu kuni bayonot e'lon qilib, Germaniyaning dunyoga mashhur avtomobil shirkati Volkswagenning Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni rad qilganligini qattiq ayblash bilan birga, mazkur shirkatning Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lib qolmaslikqa va Urumchidagi sho'ba zavodini darhol taqashga chaqirdi.
Angliya parlamentining 22 aprel kuni birdek ovoz bilan Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qabul qilishi Qozog'istonni markaz qilgan O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarni cheksiz so'yindirdi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur qurultiyining bosh maslahatchisi Qozog'istondagi peshqadam tadqiqotchi va jamoat arbobi Qahramon G'o'jambada apandim Angliya parlamenti tarafidan ilingan yuqorqi qarorning Rossiya va O'rta Osiyodagi inkoslari haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Angliya parlamentining mustamlika Xitoy hukumatining Uyg'uristondagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, madaniy, ruhiy genosid siyosatiga nisbatan irqiy qirg'inchilik deb qaror edishi tarixiy ahamiyatga ega. Bu nihayet muhim. Angliya uzun tarixga ega parlamenti 600 yildan ko'p. Mushundaq bir davlat Amerikaning ittifoqdoshi qaror edishi intayin xo'shalik qilyapti bizni. Endi bu Rossiya va Markaziy Osiyodagi davlatlarning inkosiga kelsak, Rossiya bo'lsin, Markaziy Osiyodagi davlatlar bo'lsin, hech qaysisida rasmiy ve ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmadi. Asli Markaziy Osiyoda kutidi boshqalarning inkoslarini. Endi bu Markaziy Osiyodagi Uyg'urlarga kelsak, shu e'lon qilgan kuni, ya'ni 22 aprel kuni qandaqdir bilib ketib, butunlay ijtimoiy to'g'rilarda bakaza ko'psi menga telefon qilib, rasmiy yag'anmi. Endi men har qachon rasmiy bir ommaviy axborot vositasidan, masalan, Dunya Qurultiyining televiziyasi yoki Erkin Aziya radiosidan olgandan keyin gap qilaman. Endi bu masala qizg'in qarshi elindi Uyg'urlar tarafdan. Necha kun davomida ijtimoiy to'g'rilarda muhokama qilindi, xo'shal bo'lindi. O'ylayman, bu 4-davlatning qaror edishi Uyg'ur millatiga bir umid bağlıdır. Endi bunun ta'siridan Yevropadagi demokratik davlatlar paydan-pay arqa-arqadan shunday qarorlarni ildi va bularning oqibatidan Xitoyga bo'lgan besim kundan-kunga kuchaydi. Xitoyning bu qirg'inchilik siyosatini to'xtatishga ma'lum darajada yordam berdi deb o'ylayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq proqramımızı görüşəyli. Görüşkəcə aman boğaysılar. Xeyri xoş.